Assalomu alaykum. Uzblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahrining Bektemir tumani Mehnat Obod mahallasida joylashgan 204 sotikdan iborat bo'lgan, yangi bitqazilgan, 4 xonali plus oshxonasi bor, podvoli bor bo'lgan, 100% bitqazilgan xonadonni ko'rsatamiz. Mana shu xonadonni Toshkent shahrining 3 xonali domini sotib, bemalol mana shunaqangi 4 xonali 204 sotikdan iborat bo'lgan yangi xonadonga ko'chib o'tishingizga yetadigan pulning narxida sotilmoqda. Demak, biz hozir mahalla tarafida turibmiz. Mehnat Obod mahallasi orqali kirib kelinadi. Tupik ko'chada joylashgan. Mana shu kirganimizda chap qo'limizdagi ikkinchi xonadonimiz bo'ladi. Demak, mahalla yuz tarafiga esa 10 metr 60 santimetrni tashkil qiladi. Ichkari tarafiga esa 22 metrni tashkil qiladigan xonadonimiz bo'ladi. Tashqi fasadlaridan ko'rib turibdiki, xonadon juda ham go'zal holatga keltirilgan. Tashqi fasadlari traversing qilingan, so'kinli qismlari bor va mana bu joydan temir darvoza orqali avtomobilni kirgizishingiz mumkin va o'zingiz ham xonadonga tashrif buyurishingiz mumkin. Gaz turbalari ko'rib turganingizdek o'rnatib qo'yilgan, suvlar esa bu yerda quduq orqali motorchiklar o'rnatilgan, mana shu orqali chiqadi va undan tashqari elektr energiya tizimidan mutlaqo muammolari yo'q. Kanalizatsiya tizimlari ham hal qilib qo'yilgan. Mahalla endi Toshkent shahriga o'tganligi uchun mahallaga umumiy kanalizatsiya kelyapti. Ungacha esa siz kanalizatsiyadan muammo topmay bemalol uyingizdan foydalanishingiz mumkin. Biz hozir mahalladan xonadonga kirib keldik. Kirganimizdan so'ng to'g'rimizda mana shu xonadonning o'zi joylashgan bo'lsa, 1 sotik maydon esa mana shu hovliga ajratib qo'yilgan. Mana bu qismi yashil maydonga ajratilgan va mana bu joyda esa ko'rib turganingizdek yerlarga burchatkalar terilgan. Bu yerda hozir qor tushganligi uchun to'liq ko'rinmayapti. Mana bu joyga esa avtomobilni joylashtirish mumkin bo'ladi. Juda ham go'zal qurib qo'yilgan xonadon ko'rib turganingizdek. Demak, Food City orientirimiz bo'ladi. Mana shu mahallaning o'zidan orqa tarafidan ozgina peshkom o'tadigan bo'lsak, Food Cityga chiqishimiz mumkin. Demak, xonadonning mana bu joyda podvol qismi joylashgan. Podvolda bu yerda oshxonaning osti bo'ladi. Podvolda kotyolni, boylerni xona o'rnida foydalanishimiz mumkin. To'liq mana ko'rib olinglar. Bu hozir hovli maydonimiz bo'ladi. Demak, xonadonning o'zi yer sathidan 1,5 metr yuqoriga ko'tarilgan. Mana shu zinalar orqali xonadonga tashrif buyurishimiz mumkin. Juda ham go'zal kolonnalar o'rnatib qo'yilgan, qarang. Kech paytlari yorug' bo'lish uchun fonuslari bor. Mana bu derazalarning yuqorisidagi koziroklarda ham fonuslar o'rnatib qo'yilgan, ya'ni kechki paytlari ham yoriqqina bo'lib turadi. Bularni esa mana bu joydan boshqarishimiz mumkin. Endi esa xonadonga tashrif buyuramiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Xonadonga kirib kelaverishimiz ikki tomonga ochiladigan, mana shunaqangi alyumin eshiklar o'rnatilgan, ikki tomonga ochiladi. Barcha mebellarimizni mana shu joydan xonadonga sig'dirishimiz mumkin. Endi xonadon o'ziga kirib keldik. Mana hovlidan kirdik. Juda ham go'zal holatga keltirilib qo'yilgan xonadonimiz. Demak, hovlidan xonadonga kirdik. Mana shunaqangi kenggina bo'lgan koridor orqali eni 2 metrni, sof 2 metrni tashkil qiladigan koridor. Patologlari esa adashmasam 280 ni tashkil qiladi. Natijli patologlar, tochniy svetilliklar, qandirlar o'rnatib qo'yilgan koridor qismimiz, tepli pollar o'tkazib qo'yilgan va mana shu koridor orqali xonalarga o'tishimiz mumkin. Demak, xonalarning o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda 3 ta yotoqxona, bitta oshxona va bitta mehmonxonamiz bor. Undan tashqari 2 ta alohida umumiy sanuzli xonalarimiz bor. Demak, devorlariga aboy qilingan MDF turdagi eshiklar o'rnatib qo'ygan. Bu qo'lda yasalgan eshiklar emas, zavodskoy eshiklar o'rnatilgan. Xonalarimizga o'ng qo'limizda bizda mana shu oshxonamiz joylashgan. Keyingina mana shu oshxonaning o'zi ham 12-13 kvadrat metrlarni tashkil qiladi. Hovliga qaragan derazalari bor. Derazalari ham plastik profildan qilingan, zamonaviy turdagi va mana bu joyda radiator o'rnatiladi va radiator orqali mana shu oshxonamiz isitilib turadi. Qandirlar o'rnatib qo'yilgan ko'rib turganingizdek, atrofida esa tochniy svetilliklari bor. Farchuq qismi va mana bu joyda esa televizorni o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Eshigiga to'xtaladigan bo'lsak, MDF turdagi eshiklar o'rnatilgan va undan tashqari mana yon taraflariga ham ko'ring. Mana shunaqangi MDF dan nima deydi, prixoshga kiradigan joylari ham qilib qo'yilgan. Juda ham go'zal. Demak, keyingi xonalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, o'ng qo'limizda bolalar yotoqxonasi joylashgan. Mana yorug'pana bo'lib turibdi. 2 xil turdagi aboylardan kombinatsiya qilib ishlatilgan va koridorga qaragan derazalari bor. Uning ostida esa radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Demak, mana shu xonaning o'zi ham adashmasam bir 10 kvadrat metrlarni tashkil qiladi. Juda ham go'zal holatidagi yotoqxonamiz. Bu tarafimizda esa ikki tomonga ochiladigan eshigligidan ko'rinib turibdiki, bu mehmonxonamiz bo'ladi.
mana shu 26 kvadrat metrlarga yaqin bo'lgan, juda ham keng bo'lgan mehmonxonamiz bo'ladi. Juda ham go'zal. Mana shu narxda bunaqangi sifatli xonadonni meni YouTube kanalimdan topa olmasangiz kerak. Bu juda ham qo'li gul usta tomonidan ishlangan proyekt bo'ladi. Juda ham opit katta inson mana shu xonadonni ishlab chiqqan va sotuvga qo'ygan. Bu mehmonxonamiz, hovliga qaragan derazalari bor, derazalarning ostida radiatorlari bor. Ularni o'rnatib beramiz. Va mana bu tarafi o'rtada qandil o'rnatiladi. Qandilni ham olib kelib qo'yishgan ekan, sal sifat yoqmaganligi uchun bu qandilni almashtirib kelib o'rnatib beramiz. Va mana undan tashqari juda ham ko'p tochniy svetilliklar o'rnatilgan, ya'ni yoriqqina bo'lib turadi. To'g'rida televizor o'rnatishlari uchun sharoitlari bor, antenna vходlari mana bu devorning ostki tarafidan o'tkazib qo'yilgan. Eshiklari bu yerda ko'rib turganingizdek MDF eshiklari. Xonadonda uncha-muncha xatoni topa olmaysiz, professional ustalar tomonidan qilingan. Endi esa ikkita sanuzil bor deyildi. Demak, birinchi sanuzilimiz to'g'rida joylashgan, ya'ni koridorning so'ngida joylashgan sanuzilimiz, vannaga mo'ljallangan sanuzil bo'ladi, ya'ni vanna, unitaz, rakvinasi bo'ladi. Mana shunaqangi 2 kvadratdan kattaroq, 4 kvadratdan kattaroq va mana bu joyda ham xuddi shunday vannaga mo'ljallangan yana bir sanuzil xonamiz joylashtirilgan. Keyingi xonalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu chap qo'limizda bu kattalar yotoqxonasi, o'ng qo'limizda esa yana bir kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bemalol, misol uchun kelin tushiradigan bo'lsangiz ham bo'ladi. Orqa hovliga qaragan derazalari bor, derazaning ostida radiatorlar joylashgan. Mana shu yotoqxonamiz adashmayotgan bo'lsam 12 kvadrat metrdan sal kattaroq. Bu tarafida esa kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bu ham xuddi shunday 12 kvadrat metrdan kattaroq bo'lgan kattalar yotoqxonasi va orqa hovliga chiqadigan eshiklari bor. Orqa hovlisiga to'xtaladigan bo'lsak, eniga 80 santimetrlarni tashkil qiladi va uzunasiga esa 10 metr 60 santimetrni tashkil qiladi. Mana shunaqangi kattalar yotoqxonamiz. Xonadon 100% ta'mirlangan holatida joylashgan bo'ladi. Podval qismida esa katyolli boylerli xonalarimiz o'rnatilgan. Demak, xonadonda chistichniy teplый pol tizimlari o'rnatilgan, ya'ni mana shu koridorda va undan tashqari mana bu sanuzil xonalarimizda teplый pol tizimlari bor. Sizlar bilan Uzblok YouTube kanali bo'ldi va Kamina Quvonchbek bu xonadonni kreditga ham olsangiz bo'ladi. Rasrochka tariqasida ham bir qancha sommasini to'lab bersanglar bo'ladi. Mana shunaqangi xonadonni bugun sizlarga taqdim etdik. Sizlar bilan Uzblok YouTube kanal va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.